Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda namaz hakkında mundaq deydi. Şam tarafta toqulgan, Şam diyarda toqulgan ton yaktekilde namaz okuskanda buldu. Bunun hükmü zaten nime degan to'g'risida to'xtalib. Endi İmam Hasanul Basri rahmetullahi aleyh Majusi kupparlari gen yoki to'qigan kiyimlarda namoz o'qisa buncha taq yo'q, kerak yo'q deb qaragan. Ma'mar degan zot Imom Zuhriy rahmatullohi alayhiniki Yamanning shu suydikda bo'yalgan kiyimlarini suydikda bo'yab, rang to'kib, masalan, ashungda bo'ygan kiyimlarda kiygan holatini men ko'rgan edim dedi. Imom Zuhriy katta cho'ng olim va Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bo'yalmagan, yangi putilgan xamda namoz o'qigan deb shundoq deydi. Sham diyari bu payg'ambarlar diyari, nayt ma'ruf diyar. Hozirgi masalan Iordaniya, Falastin, Suriya, Libnon degandekmiş o'rinlar asosan burunqi Sham diyariga kirdi. Bu vaqtda islomiyatdagi desak vaqtlarda Rasulullohning hayotida masalan bu yerda fatih qilinmagan, xalifalar davrida fatih qilingan diyar. Demak shu vaqtda Kapırlığındaki merkezi paytaxtlarındaki birde. Asasen Mekke Medine'ye kildiğin kiyimler ya Yemen'den ya Şam'dan ya Mısır'dan etraftaki devletlerden keldi. Şu kapırların kolda tikilgen, boyalgan, toqulgan kiyimlerde vaqtida kolda toquydigan rangimi mesela süydük ya hayvanatlarning süydükini aralashtirib qo'ydigan bunda avvallar tabii avval. Yani demek şu peytlide namazda mush kapırlarning kiyimlerde namaz o'qisa bo'lamdi, bo'lmamdi deb keyingi ummatlar mushta bir ishlarga duchor bo'lsa qanday qildi degan asas qilib İmam Bukhari rahmatullohi alayh Sham to'llarida namoz o'qishning hukmi deb bu bobni o'tirib qo'ygan. Bu to'g'risida nurg'un ulamolarning xilma-xil ko'z qarashlari va asosan ulamolar shu kafirlarning qo'lda to'qilgan kiyimlarni yuvib namoz o'qisa buniki afzal ekanligini ko'rsatgan. Bir qism ulamolar buni asosan jumay o'qisimi bo'ladi, lekin yuvgan afzalroq degan qarashni yoqlaganlarmi bo'lgan. Ammo Imom Muhammad ibn Muslim Shahab az-Zuhri suydikda bo'yalgan kiyimlarni masalan o'qiyvergan. Chunki bu odamniki ko'z qarashidan mana shu go'sht yegil bo'lgan halol hayvonlarniki suydiknimi bu odam pokiz deb qaraydigan fiqhiy ko'z qarashi bor. Lekin hamda asosiy ulamolar buni yutib o'qishni bekrak afzal deb qaraydi. Demak Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiniki qo'ygan bu va misollar kelgan ulamolarniki so'zlari va o'ziniki bobidan biz 3 nuqtani bilib olsak bo'ldi. Birinchi kafirlar tikkan, to'qigan kiyimlarda namoz o'qisak yoki shu kiyimlarni kiysak durust. Yana birisi suydikda bo'yalgan kiyimlar bo'lib qolgan bo'lsa, buni yug'andagi namoz o'qisak yoki kiysak bu durust. Yana birisi xom kiyimlar, bobga yan to'qib chiqqan kiyimlarda zavutdan chiqqan. Bunda kiyimlarni yuvishdan burun kiysak bu durust. Degan 3 xil nuqta bu yerda oydinlashdi. Bu hamda 363-numurli hadis. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Bu Yahya ibn Ja'far ibn Ayun nomi bilan mashhur bo'lgan Imom Buxoriyniki Qoradagi Boykentdagi aytida aniq ustozlarniki biri 243-yillar atrofida o'lib ketgan. O'zini ishonchlik, rostchil degandek nomlarga erishgan. Asosan bu kishiga hadis ulamolari aytdi yaxshi baholni bergan. Hafiz, rostchil, ishonchlik degandek baholar. Demak bu baholar aytdi yutuq nomlar. Undan boshqa ulamolar masalan Ishaq ibn Abdullah degan kishiniki bayon qilishicha pokiz to'g'ri ilm o'rganmoqchi bo'lgandim Yahya ibn Ja'farni qishig'i berib shu odamdan hadis yozsin deb shunday degan. Demak bu bak yaxshi yutuq baho degan bo'ladi. Bu odamniki ustozlari va ibn Jarroh deymiz, Abdurrazoq ibn Hammom degan mush donliq muhaddislar bu kishiniki ustoz bo'ldi. Ham shogirdi asosan mush Imom Buxoriy rahmatullohi alayh mush odamning shogirdi deb qilib qo'ygan odam shu bayon qilingan. Shuningdek Sahih Buxoriyda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu ustozdan 27 dona hadis rivoyat qilgan. Demak bu bir jutliq ustoz degan bo'ldi. Bu odam dedi bizga Abu Muaviya hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Endi bu Abu Muaviya Zarir nomi bilan mashhur bo'lgan. Başta tarihi bu kishiniki o'tgan. Bu kishi Amashda rivoyat qilyapti. Amashning tarixini o'tgan Sulaymon ibn Amash degan kishi. Bu kishi Muslimdan. Muslim bo'lsa Muslim ibn Sabih yoki Abu Zuha nomi bilan mashhur. Bu kishi 82-yillar atrofida o'lib ketgan dedi. Ba'zilar shu Umar ibn Abdulazizning xilofat davrlarida o'lib ketgan degan. O'zini aytib fozil ishonchlik muhaddislarning biri. Asosan bu kishiga bergan baholar hadis ulamolarining ichida o'zini ishonchlik tabiin edi. Kufilik ishonchlik odam edi degandek yaxshi nomlarni bergan. Ko'p hadislarni rivoyat qilgan
öz davridagi nihoyatda tuhfakor muhaddislarniki biri. Bu kishiniki ustozlari Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abu Talib qatorliq sahobalar bu kishiniki ustoz bo'lgan. Hem şagirdlari kelsak Sulaymon ibn Mihron va undan boshqa nurg'un shu yaxshi katta muhaddislar bu odamga shagird bo'lgan. Bu kishiniki ham hadis ilmi qo'shgan tuhfalar qatorida Sahih Buxoriyda 55 dona hadis rivoyat qilingan, Sahih Muslimda 35, Nasai'da 17, Tirmizida 8 hadis qolganda, Abu Davudda 10. Demak, hadis ilmi qo'shgan tuhfasi bu zotniki mushu. Bu kishi hamda Masruq degan kishi rivoyat qilyapti, bayon qilyapti bu hadisni. Masruqniki ismiga kelsak, Masruq ibn Ajda' ibn Malik ibn Umayya nomi bilan mashhur. O'zi shu arablarniki Hamadan qabilasidan. Hamadan mush nimada? Yemenda. O'zini aytdi, dağlıq abidlarniki biri. Lekin keyingi yaşagan yurtlar asosan shu Basra, Kufa qatorliq yurtlarda yaşagan. Bu kishiniki o'lib ketgan tarixini Hijriy 62-yili deb xotirlangan, ammo tug'ilgan yurti Yemen'din. Öz davrida shu ibodatda, fiqh ilmida, hadis ilmida nihoyatda ko'zi ko'ringan, nihoyatda dağlıq buyuk shaxslarniki biri, ko'zi ko'ringan, nihoyatda mashhur bo'lgan kishilarniki birida. Bu odam nimishqa Masruq deganda o'g'irlangan degan gap. Kichik vaqtida shu o'g'irlanib ketganda, shunglashqa bu odamni Masruq o'g'irlangan deb bu laqab bilan atalgan. Bu zotniki hamda ustozlar qatorida Ayşe annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki söylemlik ayağıyla nihayetde yakın, özüge yakın tutkan. Şu Ayşe annemizden huzurda nihayetde köp hadislerini öğrengende. Hatta Ayşe annemiz bu kişiye hitap kılıp, Mesruk sen benim balam, sen bek söylemlik balam degende. Şunlaşqa bu kişi Ayşe annemizle nihayetde yakın ötkeçke, özünki Ayşe annemiz bolgan muhabbet sevgisi asasında özünki kunyasını Ebu Ayşe nomi bilan atagan. Ondan boshqa bu odamniki ustozlari asosan ko'p sahobalar Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Habbab ibn Art, Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Umar ibn As, Ubay ibn Umayr al-Laysi mesela qatorliq nihoyatda buyuk sahobalar mesela Muaz ibn Jabal, Usman ibn Affan. Bu shularning hammasi bu kishiniki ustoz bo'ldi. Ham shogirdlar keladigan vaqtida İbrahim an-Naxai, Shaqiq ibn Salama, Amir ash-Sha'bi deymiz. Bu danglik shu muhaddislar bu odamniki shogirdi bo'ldi. Hamda bu kishi to'g'riliq o'limalniki nihoyatda yaxshi qilgan qilmishlari haqida nihoyatda ko'p so'zlari bor. O'zi Kufada yashab, Kufada shu fatvo ishlari bilan, sud, qazo ishlari bilan shug'ullangan. Hatto sud ishlariga aralashgan davlat tarafidagi bunaqa hech qanday haq olmaganda, taqvo o'tganda. O'zinki shu ibodatga bo'lgan hersmanlik tufaylidan ayoli Qumayr shunda yig'lab ketayotganda, o'ziga bu ish chaqirtmay putlar ishib ketayotdi namoz o'qib deb shunaqa deydi. Demak bu muhabbatning, iymonning ta'min etilgan vaqtida shunda bo'lish kerak. Bu kishi shu asosan shu xaliflar davridagi islomiy fatih harakatlarida Faris, Iron, Iroq diyorlarida Qodisiya urushlariga qatnashgan, o'zinki ok ufuqlari bilan, tuqqanlari bilan. Ok ellarning hammasi o'lib ketib, Masruqningki qo'li palaj ulab qolgan shu urushda. Demak, endi bu islomiyatga mayli ilmiy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy, askariy jihatdan bo'lsin, kuch bergan dağlıq büyüklarniki biri deyishga bo'ldi. Nimishqa degan vaqtida masalan Imom Shafiy deydi, bu ilmni bu Masruqdan bakrak ilmga erishgan odamni men ko'rib boqmadim shu asrda deb shunaqa deb bu odamni ta'rif. Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhuninki ilmlarini taqitishda shu Alqama, Asvat, Ubayda, Masruq qatorliq shu tabiinlar nihoyatda ko'p zo'r tuhfa yaratgan deyishga bo'ldi. Xo'sh, endi bu zot Mug'ayrat ibn Shu'bada rivoyat qilyapti bu hadisni. Mug'ayrat ibn Shu'ba nihoyatda arablar ichidagi donglik 4 dohi aqlniki birisi. Büyük sahabede. Bu adam dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le ben bir seferde edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birge bir seferde edim dedi. Bu Tebuk gazeti de diyorken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Mughira ma kaçını, ma teştekni yaki, ma iriqni ağın dedi. Onu aldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağdı. Hatta benden xil yiroq qoldi da. O'zinki hojni ravo qilib bulab, yani tartini kichik tartini ya cho'ng tart bo'lsin, hojni ravo qilib bulab, shu orliqda Rasulullah'ın üstüne bir Şam'nın tonu var. Şam'da tikilgende. Yengimni çıkırmaya deb şunda temşilipti. Ta kep kaldı da yengi. Kolu yeniden çıkmadı Resulullah'ın mübarek. Şunda Resulullah kolunu tonun içinden, astıdan çıkardı. Peygamberimizge ben tarat suyu koyup bergendim. Resulullah namazı tarat aldı ve işki ötküge meşe kıldı. Ondan namaz okudu dedi. Bu hadiski mezmullah asasen bir hadis bizge iniq bilinip durardı da. Hem de Ebu Hanif rahmetullahi aleyhi'den bayan kılınışça kafirlar diyarlarda, kafirların kolda tikilgen kiyimlerde namaz okuştu mekruh dep qargan bu adam. Juyut boks boldu o dep qargan. Demek şu nayetde belki yakın ve emeliyetimizge uygun qaraş bors gerek. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hem bunun siga kiyimler mesela juyetse kiyimlerdeki mikroplar ölüdüğün evallamı boludur. Çünkü azırkı tokulgan kiyimlerde nayet xemiyelik puraklar buluş. Allahu alem.